Navli prokat bo'linmasining po'lat simlar ishlab chiqarish uchastkasi kombinatimiz iqtisodiga salmoqli hissa qo'shib kelayotgan uchastkalar sarasiga kiradi. Bu yerda har bir ishchi xodim o'ziga belgilangan ish vazifalarini bajarib, sidqidildan mehnat qilishmoqda. Jamoa qurilish korxonalari ehtiyojini qondirib, buyurtma asosida mahsulot jo'natib, belgilangan topshiriqlarni samarali yakunlamoqda. Shundan ko'rinib turibdiki, bu yerda ishlar qizg'in kechmoqda, rejalar esa o'z vaqtida ortig'i bilan bajarilmoqda. O'tgan mart oyida po'lat simlar uchastkamizga 300 tonna reja berilgan edi. Ushbu rejani biz 332 tonna 320 qilib bajarib, foiz hisobida 111% ga bajardik. Ushbu ishlab chiqarilgan mahsulotlarimiz orasida 600lik, diametri 8.0lik, diametri 4.0, 5.0 VR1 markali simlarimiz asosiy mahsulotlar hisoblanadi. Ushbu mahsulotlarni ishlab chiqarib, xaridorlarga yetkazib bermoqdamiz. O'tgan oyda 300 tonna yuklashimiz kerak edi. Biz 365 tonna 180 kg yuklab, foiz hisobida 122 tonna bajardik. Bizlarning asosiy buyurtmachilarimiz bular Olmaliq kon-metallurgiya kombinati, Navoiy kon-metallurgiya kombinati, uy-joy qurilish lyuks maslahat cheklangan jamiyati, Langhouse korxonasi, infratuzilmani rivojlantirish injinering kompaniyalari, Taromish korxonasi va Taromish korxonalari biz asosiy mijozlarimiz hisoblanadi. Bundan tashqari yana mijozlarimiz bor. Bularga yetkazib bermoqdamiz. Hozirgi kunda omborimizda deyarli mahsulotlarimiz turib qolmayapti. Hamma ishlab chiqargandan ketyapti. O'tgan mart oyida biz 4-brigada Bazarbayev Mansur boshchiligida 4-brigada yaxshi ishlab o'rnak ko'rsatdi. Ushbu brigada ishchilari oldilariga qo'yilgan rejani bajarishdi. O'rnak ko'rsatgan ishchilar bular Hajayev Baxtiyor, Xolmatov Ibrohim, Umarov Anvar hamda mashinistlarimiz bor, Mirbabay Dilfuzalar o'rnak ko'rsatib ishlab kelmoqdalar. Inson tabiatining mohiyati mehnatda. Shu sababli har bir inson mehnat qilib iqtisodiy foyda olishni istaydi. Shunisi ham diqqatga sazovorki, jamoa vaqtdan unumli foydalangan holda mehnat muvaffaqiyatlarga erishmoqda.